Keyingi texnikamiz bizada foto spishkalar bo'ladi. Birinchi spishkamiz Godox brendidan TT520 modeli. Bunda ham S1, S2 rejimlari bor o'zini. Hamda buni eng qulayli tarafi o'zini komplektida sinxronizatori, ya'ni bluetooth chiqadi. Ushbu modelimizning narxi kanalimiz obunachilari uchun $50 qilib beramiz. Universal spishka hisoblanadi, ya'ni Canon, Nikon, Sony umuman tanlamaydi. Bemalol tushib ketaveradi. Keyingi spishkamiz bo'ladigan bo'lsa, Yangno brendidan 563 pokoleniyasi eng hadavoy, ya'ni hamyonbop spishkalardan biri hisoblanadi. Ko'rib turibsizlar, aylanishlari juda ham yumshoq. Bunda displeylari ham bo'ladi. Canon, Nikon fotoapparatning hammasiga barchasi uchadi. Ushbu modelimiz narxi $65 qilib beramiz kanalimiz obunachilari uchun. Navbatdagi spishkamiz bu ham Yangno brendidan 564-pokoleniyasi, ya'ni oxirgi pokoleniyasi hisoblanadi 560 versiyasida. Ushbu modelimiz bunday ekranlari bor. Bunday ishlashlari juda ham yumshoq, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham yumshoq ishlab beradi. Ancha yil xizmat qiladi sizlar uchun. Ushbu modelimiz narxini $70 qilib beramiz. Keyingi brendimiz bu ham Yangno brendidan 600XRT ikkinchi pokoleniyasi bo'ladi. Nimaga 600XRT deyapman? Chunki Canon modelini 600XRT spishkalari bor, u juda ancha qimmatli qiladi. Bu Yangno brendi shu Canon original spishkasiga alternativ ishlab chiqarilgan, ya'ni birga bir ishlash uchun arzonroq hamda hamyonbop. Bunda ekranlari bo'ladi, bunda ham plus tarafi TTL rejimida ishlab beradi. Bemalol batareyaga qo'ysanglar ham bo'ladi. Bularga 2A, ya'ni katta batareyalar tushadi. Komplektda batareyalari bo'lmaydi spishkalarni. Hop, ushbu spishkamizning narxini skidka narxida $120 ga beraveramiz. So'nggi navbatdagi spishkamiz bu ham Yangno brendidan 686XRT modeli. Ushbu spishkamiz o'zining vstроенный akkumulyatorlari bo'ladi. Hozir bitga qo'ymaganmiz, korobkalarda bor. O'zining vstроенный akkumulyator orqali bemalol ishlatib ketsanglar bo'ladi. Alohida batareyaga sotib olib o'tirmaysizlar. Bunda ham TTL rejimlari, hamma rejimlari bor. Ishlashlari juda ham yumshoq, ko'rsanglar bo'ladi. Ushbu spishkamiz narxini $150 ga beraveramiz. Kimga shunaqa spishkalar, texnikalar kerak bo'lsa, bemalol Malika bozor A-13-do'kondan kelib xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Qo'shimchasiga bizda GoPro modeli, Insta360 X-Tor modellari, DJI Osmo Pocket 3 Combo modellari, bemalol stabilizatorlar, obyektivlar deysizlarmi, hamma narsa texnikalar hamda bizda shtativlarimiz ham bor. Yunten brendidan 680, 690, 880 hamda 999 modellari. Bular kачестволari, sifatlari juda ham zo'r. Qo'shimcha bizda mobilograflar uchun shunaqa reklarimiz bor. Never brendidan original brendlar bular. Korpuslari metallический bo'ladi. Insta360 kameralar uchun bizda prisoskalarimiz, telefonlar uchun stabilizatorlar, hamma narsa texnika, batareyka, zaryadka deysizlarmi? Barcha aksessuarlarni topsanglar bo'ladi. Bundan ham zo'r videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Manzillarimiz bor. Malika bozor A-13-do'kon. Kelib bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Hammanglarga rahmat.